Ertaga ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. O'zgidromet ertaga 26-may kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Bunga ko'ra Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzgi yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr taqsim sekund tezligida esadi. 10-12 metr taqsim sekundgacha kuchayishi ayrim joylarda chang-to'zon bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'ladi. Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr taqsim sekund tezligida esadi, ba'zi joylarda 13-18 metr taqsim sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang-to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr taqsim sekund tezligida esadi, ba'zi joylarda 13-18 metr taqsim sekund tezlikgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang-to'zon bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel, suv toshqinlari hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr taqsim sekund tezligida esadi, ba'zi joylarda 13-18 metr taqsim sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi.